Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Kitob ro'yat xazinasi. Kitob millatning madaniyat daryosi va ma'naviy qiyofat maktabi. Kitobga inson qalbining eng nozik, eng sirliq, eng yuksak durdonlari yoshirilgan. Yaxshi kitob bizga har bir fikrlaganda qalbimizda bir qatim silkinish yuz berdi. Yaxshi kitob bizning fikr o'chqimizga o't yoqadigan ma'naviy chaqin. Yaxshi kitob bizga tafakkur qilishni, o'ylanishni o'rgatadi. Yaxshi kitob fikr tug'idi, bizning Hürmen dostlarının mərivitini azraq bolsun mıqdıqlab, ulağa yeni uçur, yeni oyunuz ata qilish. Yaxşı kitabını tallaş, oquş, onundan bəhriliş kayfiyatını yaratish maqsadida Şinjan televiziya stansiyasi bir kitab bir alam nomli bu programmani ta'sis qildi. Men program riyosatchisi Kurash Barat. Biz tunji san programmamizda Şinjan xalq nashriyoti yaqini nashr qilib taqatgan hozirgi zamon Uyg'ur tili nomli 3 tomlik kitob haqida suhbatlashishni loyiq topdik. Aldı bilen ben bugünkü bu sohbetimizge iştirak kılgan iki aziz mihmanını tanıştırıp ötey. Arslan Abdullah, Şinjan Üniversitesi'nin profesörü, doktor yetekçisi, Okutatqı bilik stilistikisi, Uygur familileri tahkikatı, Uygur familileri kullanması ve 3 tomluk hazırki zaman Uygur tili katarlık kitaplarının baş düzgüçülüğünü üstüge algan. Abdurrahman Abay, Şinjan Xalq baş neşriyatının başlığı. O 1990 yılı Abdunum rayonluq emgek namunachisi sharifiga, 1995 yılı Abdunum rayonining munavvar mutaxassisi nomiga, 2010 yılı 2. qatamliq Jungo nashriyat hukumat mukofotiga erishgan. Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti qomusi, Hanzucha Uyg'ur cho'ng lug'atining bosh muharrirligini ustiga olgan. Uyg'ur tili güzel hem fasahat tildir. Sizdeki terakkiyat jarayonini bosqichlarini tushunishdan ahamiyatli. Til insonning mavjudligini, shundaqla uning ilm kamolatini va fazilatini to'g'ri o'lchab beradigan tarozidir. Alisher Navoiy bu vaqt mundaq misralarni yozdi. Ko'ngil xazinasining qulub yetildir va ul xazinaning ochqichi yetildir. Durdonar degan so'zni afsona bil, jahon dengizida so'zni sen durdoni bil. Onda qo'g'anda Abdurrahman aka bu kitobni qanday bir zurriyat bilan nashr qilishni o'ylab qoldinglar? Til insonlarningki aloqa quroli. Til insonlarningki tafakkur quroli. Til shundaqla insonlarning eng zo'r madaniyat boyligi. Biz tilni har bir millat tarbiya qilgan vaqtimizda til shu millatningki obrazi. Til shu millatningki jon tumri. Shundaqla til şu milletninki bayrığı buludu. Uyghur tili güzel hem fasahatli tildir. Çünkü aşı çoğu tillerde yazılgan klasik eserlerinin hemmisi, yani din, felsefe, tarih ait eserler, hazır zaman en ilgari fendehlik ait eserlerini biz Uyghur tilida tuluq, mükemmel, düşünüşlü kılıp ifadalab beriyorduk. Hatta hazır davrdaki raqamlik uçur vasıtaları, radyo, televizor, tor, telefon uçurlarını Uyghur tiline ait tez maslaşalıdı, hem rolünü tuluq cari kıldıraladı. Bizim Jungo'da hazır 56 millet var. Yezgi bağ millet 20 barıdı. Bulan için fakat 3 millet telefon uçuruğa özünün yezgini kirgizerdi. Aldılan Hanzu yazı kirip keng ko'lamda umumlashdi. Orqada ergishib Uyg'urlarmi Uyg'ur yozig'ini telefon uchiga kirgizadi ham umumlashtiradi. Texi yaqinda bulturdan boshlab Zangzo yozig'imi bu telefon uchiga kirishga boshladi. Hozir Jungoda 700 Hanzo olim Uyg'ur tilini tadqiq qiladi. Ular yilda Uyg'ur tili haqida nurg'un kitoblarni yozadi. Dünyada hazır Uyghur tilini tadqiq qilgan va tadqiqot qilgan chet ellik tilshunos olimlarni 700 dan oshadi. Ularni yilda har yil yozilgan kitoblar, nashr qilingan Uyghur tili haqida nashr qilingan kitoblarni 700 xilga boradi. Şinjan'da acayip zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Şinjan tez taraqqiy qildi. Şinjanning ma'rifi, Şinjanning madaniyati tez yuksaldi. Uyg'urlarda zo'r bir turkum ziyonlar qo'shin yetildi. Uyg'urlarda san'at madaniyati tez taraqqiy qilib dunyoga yuzlandi. Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati, turalg'u o'ltiraq madaniyati ishkir bozorlarni egalladi. Shundaqda dunyoga yurish qildi.
Uyghur tilimi şu yakında bir yan, 60 yılda bir yan tez terek kıldı. Beydi, mükemmelleşti, kılıplaştı. Ama başıncıda başladıklar seçtiğin çağda Uyghur tilinin terakkiyat süreti biraz aslı oldu. Uyghur tildeki tədqiqat qoşunu biraz aciz. Şunlaşqa Uyghur tilinin terakkiyatı Şinjan'daki başladıklarga ergişip mas qadamda bile terakkiyat bulanmadı. Ben oylasam, şu 20 yıldan bu yan her yıl neçə yüz xildan sərxil kitaplar nəşr qıpdıq. Uyghur tilidagi her yıl nəşr qilgan kitabımızın sani 1000 xilga bardı. Lekin bu neçə 10 yıldan bu yan Uyghur tili haqida mükemmel bir kitap nəşr qılmapdıq. Men bir neçə xadim bu sübütüm bilan bu işqa ko'ngil bilmaganligimdan nəhayət xijil boldum. Şən dərhal men Şinjan Universitetidagi professor, tilshunos Arsa Efendi'ni izlab tepib, Uyghur tili haqida, zaman Uyghur tili haqida mükemmelrek bir kitap yazıp berishni tavsiya qildim. Arsa Efendim tezda qabul qildi hamda tezdan o'tirkin müştərisini təşkillab tez arada zaman Uyghur degan bu kitapni yazıb tamamlab bizga topshirdi. Arslan Malim, siz Yari Abaydullah, Abdirim Rahmanlar birlik tuzib chiqqan hozirgi zamon Uyg'ur tili degan bu kitobdan Uyg'ur tilini o'rganishga, Uyg'ur tilini tadqiq qilish qiziquvchilar o'zi kerakli uchurlarni topa oladi ekan. Siz mush kitobning mazmuni va qurilmasi ustida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi buningki qurilmasini shunday o'rinlashtirishda birsi, ana shu bizningki keng Uyg'ur o'qirmanlarimizni tilshunoslik bilimlari va Uyg'urlarningki til yoziq tarixi bilan azdur ko'pdir bir tunish basa yoki shularningki tunishiga imkoniyat yaratib berish. Mana shu nazarda tutdik. Mana shuning bilan biz bu kitobga boshqa kitoblarga sal o'xshamaydiganroq bir mazmunlarni qo'shdik. Masalan, buningda shu tillarningki klassifikatsiyasi yoki turlarga ayrilishi deymiz. Buningda asosan shu dunyodagi tillarningki morfologik aloyidligi, sintakslik xususiyati bo'yicha turlarga bo'linishi, tillarningki tuqqanchilik munosabati bo'yicha turlarga bo'linishi, ondan keyin tillarningki ijtimoiy o'rni yoki rol bo'yicha turlarga bo'linishi. Chunki bu bizningki Uyg'ur tilininki dunyodagi tillar orasida qanday bir o'ringa ekanligini bilib olishimiz uchun foydali. Shunaqa. Ikkinchi bir narsa biz Uyg'ur tilininki tarixini qisqacha tunishtirdik. Chunki Uyg'ur tili uzun taraqqiyot jarayonini boshdan kechirdi. Bir qancha davrlar bo'yicha taraqqiy qildi. Mush davrlarning hammasini vaqt bo'yicha xronologik tartib bo'yicha turg'izib tunishtirdik. Har bir davrniki til aloyidligini oddiy yig'inchoq qilib ko'rsatib berdik. Uchinchi bir narsa Uyg'ur tilininki shu taraqqiyot jarayonida boshqa tillar bilan o'zaro uchrashishi va boshqa tillarga ta'sir ko'rsatishi va boshqa tillarning ta'sirini qabul qilishi. Mush narsami endi Uyg'ur bir butun Uyg'ur tiliniki taraqqiyotida kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim bir halqa. Shuningdek bu narsani kirgizdik. Undan keyin to'rtinchisi Uyg'urlarniki yoziq tarixi. Endi biz bilamiz Uyg'urlar tarixdan buyon ko'p xil yoziqlarni qo'llangan. Masalan, Urxun Ense yezig'i deymiz, qadimgi Uyg'ur yezig'i deymiz, Arab yezig'i deymiz. Bu yoziqlarni Uyg'urlar umumyuzlik qo'llangan. Bu yoziq tariximizni bir qisqacha tunishtirib o'tdik. Ondan keyin yana bir mazmun buningki leksik qismida shu so'zlarningki stilistiklik roli, alohida ifodalash iqtidori qanday bo'ldi? Buni qisqacha tunishtirib o'tdik. Oltinchisi undan keyin Uyg'ur tilini tadqiq qilgan va tadqiq qilayotgan jungoliq, chet ellik olimlar va bularningki Uyg'ur til tadqiqotida singdirgan ajrlari, erishgan natijalari qisqacha tunishtirildi. Ondan keyin 7-chi bir mazmun shu etimologiya, ya'ni so'zlarningki kelib chiqishi va o'zgarish tarixini ko'rsatib beradigan mushunday bir fan bor. Bir tildagi har bir so'z asli bu so'z nimadan kelgan, qaysi tildan kelgan, buning dastlabki ma'nosi nima, keyin qanday o'zgardi. Bu narsani ko'rsatish. Bu hamda tilningki taraqqiyot jarayonini, bosqichlarini tushunishdan ahamiyatli. Shuningdek biz men baydigandikidek birsi shu o'qirmanlarimizni shu til bilimlari va Uyg'urlarningki til yoziq tarixidan xabardor qilish uchun mush mazmunlarni kirgizdik. Endi
Abdurrahman aka bu kitobningki birinchi tomininki ish muqobisida milliy yezikdagi nashr buyumlari maxsus mablag'ga erishgan tur deydigan bir gap bor ekan. Hamda mushu mablag' orqali mush kitoblarda nashr qilishda hamda qanday xizmatlarni ishlaganliginglarni bir deb aytgan bo'lsangiz. Tilshunoslar bu kitobni yozib bo'lgandan keyin bizga topshirdi. Biz darhol bir tarix hayiti uyushtirib, bu kitobni chiqdik. Shundan birga bu sohadagi tilshunoslardan ko'plab fikr oldik. Endi bu kitobni biz Abdunur rayonimizning nuqtali kitoblar planiga kirgizib, yuqoriga, ya'ni axborot nashriyat idorasiga yo'lladik. 2010-yili men Rais Nurbekga xizmat qilgan vaqtimda o'sha zaman o'rtali degan bu kitobni nashr qilmoqchi bo'lganligimizni, planimizni to'xtat qildim. Rais Nurbekni aka nəhayət yaxşı plan tuzibsizlar. Uyg'ur tiliga oid nuqtali kitoblarni ko'plab nashr qilish kerak. Uyg'ur tilining tadqiqotini kuchaytirish kerak. Mushu kitobga qanchalik pul ketsa bayli, doktor tezinglar, men tasdiq beraman. Kitobni tezdan chiqaringlar deb bizga nəhayət zo'r ilhom berdi. Shundaqla bu kitobga maxsus kirish so'z yozdi. Biz endi bu kitobni yana mamlakatlik axborot nashriyat mahkamasiga davlatlik nuqtali kitob yo'lladik. Bizga mush kitob uchun ularni qo'llab 540 million xarajat ajratdi. Shuningdek biz bu kitobni sifatlik ishlatgan materialni isl tanlab, muqovalarni alayda ishlab, ham teshiga ayrim qop ishlab, shundoq ko'rkam nashr qildik. Men shunga mushkilotni nashr qilish jarayonida bizga yordam bergan, mushkilot bergan tilshunoslarga ko'p rahmat aytaman. Bu kitobni nuqtali kitob qilib tasdiqlagan Abdurrahman axborot nashriyat idorasiga, Abdurrahman partiyasiga, xalq hukumatiga, yana Rais Nurbekga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Demak, gapingizga qaraganda hozir shu nashriyatchiligimizning bir oltin davri ekanda. Shundoq. Nashr qilingandan keyin bu kitobningki endi shu madaniyat, ma'rif, teleshunos tadqiqot ishlaridan o'ynaydigan roli qanday bo'ladi dersam? Uyg'urlarda shundoq kitob o'qiydigan, kitob o'qish qizg'inligi azaldan shundoq yuqori bo'lib kelgan bizda. Endi ilgari adabiy asarlar doirasida cheklangan bo'lsa, ilmiy asarni o'qiydigan odamlar bag'ansir ko'paymoqda. Bu bizning madaniyat saviyamizningki eshiyotganligining bir ifodasi. Uning ustiga Uyg'urlar nəhayət isil bir tilshunoslik an'anasiga ega bir xalq. Hatta men shundoq deb ayta olaman, Uyg'urlarningki dunyo tilshunosligiga qo'shgan to'pisi olamshumul. Masalan, Mahmud Qashqari. Mahmud Qashqariyni biz yana dunyoda tillarningki o'zaro ta'sirini birinchi tadqiq qilgan olim deb qaraymiz. Sabab nima desa, Mahmud Qashqari shunday ko'z qarashni bayon qilgan. Bu so'zlardagi tovushlarningki mosliq munosabati, tuqqanchilik munosabatini aniqlashninki muhim sharti, lekin u zarur shart emas degan. Chunki tillar o'zaro ta'sir qilgandan keyin so'zlarda tovushlarning mosliq munosabati paydo bo'ladi degan ko'z qarashni shu vaqtda qo'ygan. Demek bu ko'z qarashmi Yevropa olimlarining 700 yil burun. Bizda shunday bir yaxshi tilshunoslik an'anamiz bor. Endi shunday bir an'anaga xalq bir yangi kitob chiqqandan keyin buni albatta qiziqib o'qiydi. Bu bizningki kelgusimizda bu Uyg'ur tilini o'rganish, tadqiq qilish, Uyg'ur tilini to'g'ri iste'mol qilish yerda xil ijobiy rol bo'ladi deb qarayman. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlar uchun xizmat qildi eng oldi bilan. U Yevropalik uchun yoki shu bizga so'z bergan xalq uchun xizmat qilmaydi. Uyg'ur tilining soati shunday to'liq ifoda beradiganligida. Endi Abdurahmon aka hozirgi zamon Uyg'ur tili degan kitobning nashr qilinishi jamiyatda qanday ta'sir paydo qilishi mumkin? Biz deb o'tdik. Til insonlarningki aloqalash quroli, tafakkur quroli dedik. Shundaqla bir millatning obrazi dedik. Men kichik vaqtimda xanjish bildigan odamlarni oz edi.
Ama uçağda çoğu tercümanlar vardı. Onlar tercümanlar hem köptü. Mışı 1960, 70, 80 yıllarda dünyadaki hem Cumhuriyet'in nurgun eserler Uyghur tercüme kılındı. Mesela Cumhuriyet'in en zor klasik eseri Kızırak Çüş, Üç Başak Kıssa, Su Buyda, Garip Seyahat diyen kitaplar, Luş'un eserleri Uyghur tiliga yuqori seviyedan tercüme kılındı. Onun şu vaxtlarda bu kitabını okumağa adam yok. Hazır nurgu adamlar okuydu. Mesela bu kitabını oku adamların göz aldığını şu kitaptaki güzel til, isil obrazda, xuddi kinoda göz aldığını ketmeydi. Çünkü yakınımdan Cungu bilen Türkiye'nin ki dostluk texim küçeydi. Hamkarlık texim köpeydi. Türkiye 2012 yılını Türkiye'de Cungu yılı yıkıp gitti. Türkiye hükümeti 2012 yıllık faaliyet için Cungu'nun en çok klasik eseri Kızırak Çüş, Garip Seyahat, Başak Kıssa, Su Buyda kitapını bular tercüme kılmak yoktu. Tercüme kılıp bu faaliyette bazar sanmak yoktu. Bular bu kitaplarını Xanzun tercüme kılımız deyip bir yıl erişip nurgu yerde kiyinilip mezmunu düşünüp ketemmeyi ahire bu tercümede məğlub oldu. Türkiye'de İngiliz diline ait umumlaşkan. İngiliz diline ait zor tercümanlar var. Dünyadaki nurgun eserlerini ular İngiliz diline tercüme kılgan. Hem İngilizce yazıp nurgun yazmışlar. Şunun bilen ular şu Türk kitabının İngiliz nüshasını tepip İngilizceden Türk diline tercüme kılmak yoktu. Türk diline tercüme kılış jarayonida ular qarasa bu eserdeki İngilizcedeki bu eserlerin tercümesi düşünücülük emas. Til taze çıraylık emas. Hem taze mükemmel, en nazik yerlerini, tercih düşünemegen yerlerini ular juğurup etken. Mükemmel emas. Şimdi ular bu mu bulmaya gidip bunu taşlaptı. Keyin Fransız dilini tanlaptı. Fransız dilideki bu kitabını tercümesi yapıp, ondan tercüme etdi. Kısa, yani oxşaş şu kıyınçlık uçuraptı. Şu günlerde ular Uygurca Garip Seyahat, Kızırak Çüş, onun kendini Üç Başak Kıssa, Su Buyda kitaplarını görüp hayran kaptı. Bu nima degan chiroq tercüme, bu nima degan mukammal tercüme, bu nima degan tushunish tercüme. Bo'ldi biz mushundan Uyghur tilidan tercüme qilamiz deb bular bekitib, bekitibdi buni. 8-oyda Bilish kerak ekan. Turkiyadagi bir cho'n nashriyotning boshlig'i Urumchiga kelib men bilan ko'rishdi, so'zlashdi. U aşı bizning aşı to'rt kitobni ko'rib turib, qo'llab turib, Uyg'urcha bu kitap güzel, çok güzel deb ketdi. Bu kitap qilmagan suyunib turib, tamushtirib maqtab ketdi. Biz Turkiyadagi nashriyotlar shu to'rt kitobni turk tiliga tarjima qilish nashr huquqi haqida to'xtam tuzdik. Bular hozir shu to'rt kitobni Uyg'ur tilidan tarjima qildi hozir. Bularga bunday kerak bo'lish sabab biz tarjimada Uyg'ur tilining shunday to'liq ifodalab beradiganligida. Hozir Şinjan'da milliy nashrchilik nihoyatda gullandi. Tarixdagi eng gullangan bir davrga qadam qo'ydi. Davlat, avtonom partiya, xalq hukumati milliy nashrchilikni zo'r iqtisod bilan qo'llayapti. Lekin biz yo'qan eng cho'ng bir qiyinchilik tarjimon qarchiga yo'liqdik biz. Hozir xavs buldiq odam intoyin ko'p. Hatto bizga yig'lar tarjima ketmaydi. Ammo bizga donliq tarjimon qolmadi. Ras. Ha. Biz yaqinda istatistik qilib chiqdik. Müslü kitaplarını süpetlik, tilak layık tercüme kılan tercümanlarını istatistik kılaylı, arttırgızaylı, onların arttırgızaylı. Dep istatistik kısak, bizgi bütün Şinjan boyunca tilak layık kitap tercüme kılaylı adam aran 100'ge yetti. Biz bir adamga bir kitapni qo'shtirsak, bir yilda aran 100 kitap tercüme kılaymiz. Bu 5 yildan o'rlanmayapmiz hozir. Bizga bu bir masala bo'ldi. Burun tercümanlarımızın har birisinin altida düyüdüga lug'atlar turadi. Hozirgi yoshlarımizda lug'at ularga qancha shundoq to'liq tushunolmaydi. Loyiq qilib tushunolmaydi. Lug'at kerak emas. Ular lug'at kerak emas. Ammo ularning tarjimasi kerak loyiq emas. Xuddi tuzi toza tetimgan oshdak kamsiz. Xuddi yani og'dirib qo'yib, so'ramsamgan shu degan yerdek o'ydong'ul. Yiqimliq emas. Endi biz buni sababini izlab baqdik. Ben izlab baqdim. Bu nima uchun bunday bo'ldi? Burunqi bizning cho'nglarimiz ona tiliga noat tushgandik.
ana tiliga pishib qo'yg'achqa ajoyib go'zal tillar bilan bizga yetkazib berayotgan, ifoda berayotgan, tarjima qilib berayotgan. Hozirgi bu yoshlarimiz xanzuligi intayin mukammal, lekin ana tiliga intayin kambag'al. Shuni ular ana tiliga toza, voyda go'zal tillar bilan ifoda bermayapti. Biz hozir zamon Uyg'ur tili degan kitobni nashr qildik. Hozir zamon Uyg'ur tili kitobining nashr qilinishi Uyg'ur tilini qiyinlashtirish, umumlashtirish, Uyg'ur tilining tadqiqotini cho'qlashtirishni tashabbus qildi. Uyg'ur tilining jamiyat iste'mol qiymatini ko'tarish, Uyg'ur tilining jamiyatdagi ijtimoiy o'rnini ko'tarishga zo'r turtki bo'ladi. Bir 100 yilgacha o'zgarmaydigan bir imlomimiz borligini hech keltirolmaymiz. O'rtaq tilga, go'zal tilga aylandi. Demak, bundan yanala ana tiliga pishliq bo'lishninki foydasi, ana tiliga pishliq bo'lishning ahamiyati, ana tilining ulug' yuksakligini tushunish bo'ladi ekan. Hamda nurg'unlarimiz ham Uyg'ur tilini bilaman va yaxshi bilaman deb qaraymiz aslan ma'lumanda. Lekin qarasak, madaniyat ma'rif o'rinlarida bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, Uyg'ur tilini bilgan odamning hammani Uyg'ur tili pishiq, Uyg'ur tili tushunsa cho'nqir deb aytib bo'lmaydi ekan. Yana Uyg'ur tilini o'rganishga, uni tadqiq qilishga, cho'nqirlash to'g'ri keldi ekanda endi. Unda bo'lganda qanday qilib endi shu Uyg'ur tilini texim yaxshi o'rganish, texim yaxshi iste'mol qilish, Uyg'ur tili tadqiqotini texim yaxshi cho'nqirlashtirgan yo'llar islamal. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlarningki ana tili. Ana tilining saviyasi boshqa tildagi saviyani belgilaydi. Ana tilni yaxshi o'rgansa, boshqa tilni yaxshi o'rganadi. Bu masalada hammadan muhim o'rin turadigan narsa til pozitsiyasi. Til pozitsiyasi. Bizning til pozitsiyasi deganimiz shu bir tilni o'rganishga bo'lgan qizg'inligi, bir tilninki ifodalash iqtidori, jamiyatdagi o'rni bo'lgan o'ziniki ko'z qarashi. Til pozitsiyasi bir yakka odam uchun aytgan vaqtida shu tilni yaxshi o'rganmasligini belgilaydigan narsa. Bir tadqiqot uchun yoki bir til loyihasini, til planini yoki tilning ma'lum bir prinsipini belgilaydigan bir organ yoki shu organdagi xodimlar uchun aytgan vaqtida til pozitsiyasi birinchi o'rinda turdi. Men bir narsani bak o'yladim. Uyg'urlar dunyoda ikki narsa birinchi ekan deydim men. Birinchisi o'zining e'tiqodini yangilishlashdi. Bütün dünyada ba'd dinlarning asosiyatini hammasiga to'liq yoki qisman hammasiga e'tiqod qilib chiqibmiz. Shaman, Nestorian, Mani, Islom, Budda, ikkinchisi yeziqdimi? Yeziq o'zgartishdimi birinchi. To'g'ri. Bu yeziqni bunchalar o'zgartish, har bir qatim yeziqni o'zgartgan vaqtida bir qatimdan savotsiz paydo bo'ladi. Endi men imloni o'zgartishdimi dunyo bo'yicha birinchi bo'lib qolmayli deb man statistik qildim. 48-yildan ta hozirgacha 7 qatim o'zgaribdi. Bu nima uchun bizning imloyimiz hozirgacha qiliblaşmaydi? Bizda Fors tillik o'qituvchilar bor. Ulardan so'rab baxdim men. So'rsam, Fors tilining imlosi 1000 yildan buyon bir ta pashchikitim o'zgarmadi. Shundoq muqim. Bu yerdagi masala birisi til pozitsiyasi masalasi, yana birisi shu tilshunoslik nazariyalarini puxta egallash. Shu asosda shu ba'zi prinsiplarni belgilagan vaqtida til pozitsiya bilan birlashtirib, to'g'ri prinsip bo'yicha to'g'ri pozitsiya turib belgilamasak bo'lmaydi. Masalan, bizning imloyimiz nima shunday o'zgardi? Bu yerda mening bilishimcha imlo bilan talaffuzni butunlay birlik keltirman degil bo'lmaydi. Hech qanday tilshunoslik kitobidan bu birlikka kelsin degan narsa emas. İmla bilan talaffuz ikkisi ayrım bo'lsa, farqli bo'lsa hech kim bo'lmaydi. Dunyodagi nurg'un tillar shunday. Masalan, bu ahvol ingliz tili texnikada. 7-8 10 harfni yozib qo'yib, bir bo'g'im, ikki bo'g'im qilib o'qiyverdi. Acaba ular birlik keltirmaydi ekan? Demak, bu bizningki tilshunoslik nazariyasini yaxshi egallamaganligimizning bir ifodasi. Undan keyin ba'zi prinsiplarni tuzgan vaqtida biz Uyg'ur tilininki imlosi Uyg'ur tilining imlosi ekanligini unutib qolsak bo'lmaydi. Bu o'zimizning tilining imlosi. Bu qandoqdir haqqi o'zimizning tilida, o'zimizning yezig'ida haqninki tilidagi so'zni to'g'ri ifodalab berish iqtidorimiz bor deganni nazarda tutib ko'z-ko'z qilsak bo'lmaydi. Haq ko'z-ko'z qiladigan narsa emas. Bizda hozir shunday masala bor. Bu Uyg'ur tili Uyg'urlar uchun xizmat qildi eng oldi bilan. O Yevropalik uchun yoki shu
bizga so'z bergan haq uchun xizmat qilmaydi. Ma'noqdan tushunish kerak. Buning da til pozitsiyasiz bor. Men bunda anglab baksam, nayt jiq inkas vajimiyet. Mayli, tuzayli, o'zgartayli, lekin endi oxir qitdim bo'lsa. Hech bo'lmasa bir 100 yilgacha o'zgarmaydigan bir imloni biz barliqni nima keltirolmaymiz. Demak, endi Uyg'ur tilini haqiqiy yaxshi taraqqiy qildirman desak, yaxshi o'rganman desak, eng muhim masala til pozitsiyasini to'g'irlash. Uningdan keyin til mahoratini egallash, tilning qoida-qonunlarini bilish, tilning bo'yicha ish ko'rish. Shu tadqiqotlarga qanchalik jiqligini ko'rsatdi, oz ko'pligini ko'rsatdi. Tutiyadek qadrlab saqlashini orzu qilaman. Endi Arslanmadan mush kitobningki 3-tomining oxirida shu foydalanmalar ko'p va har xil ekan. Masalan, bunda Uyg'ur tilidagi foydalanmalar 97 ekan. Xanzo tilidagi foydalanmalar 52 ekan. Chat el tilidagi foydalanmalar 292 ekan-da. Bu meni hayron qoldirdi. Mushningdan biz nimani his qila olamiz Arslanmadan? Buningdan nimani his qilamiz degan vaqtida, shu Uyg'ur til tadqiqotida qo'l keltirgan natijaningki oz ko'pligi mushundan bilinib turdi. Uyg'ur tili yolg'iz Jungoda, Xinjiangda Uyg'urlarning aloqasi quroli emas. Bu nayt zo'r madaniyat yaratgan bir til. Shunda bo'lganligi uchun dunyo Altayshunasligida bo'lsin, dunyo turkologiya sohasida bo'lsin, Uyg'ur tilidan halqib o'tib hech qanday bir yig'in ochilmaydi. To'g'ri. Bir madaniyat. Men necha qatim shu chet ellarga bir yig'in qatnashdim. Uyg'urlarningki tili, yezgi tili ilmigan bir yig'in bo'lmaydi. Hammamiz asosli markaz Uyg'ur tili yezgidan bo'ldi. Mushundan biz ko'rsak bo'ldi, bu nayt muhim bir til. Shuning uchun bu chet ellarda tadqiqot minoyat cho'nqur, tadqiqot qo'shunimiz zo'r, tadqiq qilgan o'rinlarmi ko'p, dangliq tilshunoslar naytijiq. Foydalanmaninki oz ko'pligi shu qaysi davlatda shu tadqiqotlarga qanchalik jiqligini ko'rsatdi, oz ko'pligini ko'rsatdi. Abdurahmonga siz shu nashriyat sohasida ishlagan uzun yillar bo'ldi. Mush sohada sizning to'plagan muayyan tajriba, xosliqlaringiz bor endi. Shundan albatta kerak sizningki shu hozir yetishib chiqayotgan nashriyatchilardan, tahrirlardan, tarjimon tilshunoslardan kutilgan orzu talablaringiz bor deyman. Hozir Uyg'ur tili tadqiqot qo'shinbek ojiz. Necha 10 tilshunos bilan Uyg'ur tilini umumlashtirish, qiyinlashtirish, beyitish, tadqiqotni cho'qintirish mumkin emas. Men hukumat organlaridan, ma'rif organlaridan shu azamon Uyg'ur tili o'qitishiga texmi keng ko'lamda e'tibor berishini, bo'pmi shu Uyg'ur tadqiqoti, Uyg'ur tili tadqiqotida shug'ullanan bir qo'shinni tezdan tarbiyalab chiqishini orzu qilaman. Yana bir arzuyim, hamda har bir til shu millat a'zolarininki o'z ona tiliga kuyinishi, suyishi, uni beyitishi, ham shundaqda uniki jamiyatga iste'mol qiymatini oshirishi bilan o'rtaq tilga, go'zal tilga aylandi. Shunday. Men bizning shu qarindoshlardan shu Osmon Uyg'ur tilini oilada, maktabdagi jamiyatga ijtimoiy o'rnini ko'tarish uchun mush kitobning kengdan o'qishini, mush kitobni oilada bir tutiyadek qadrlab saqlashini orzu qilaman. Kitob qalbni poklaydi. Kitob ruhni tavlaydi. Kundalik turmushdagi nurg'un g'aldiqashda, nurg'un ahmoqona ishlar har kun o'qib turgan yaxshi kitoblarimizning ta'sirida muz o'tni erib tugagandek barqan sir erib tugaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, kitob bilan bo'lgan rishtimizni yanama chingitadigan bir kitob bir olam programmasini ko'rganingizga rahmat. Kelar san programmamizda yangidan yangi suhbatlar davomli huzuringlarda bo'ladi. Xayr xo'sh.